Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı çayları xeyrindaşlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bununki vakti iki dünyalıqı xeyirlik bolsun. Bugün biz yeni şu şerh bilen garip arlıqada İslam diyen Ali İzzet Bigoviç'in kitabını başlaştım burun. Enes Alim Ustaz yine Kur'an-ı Kerim'in Uygurca tercümesini yeniden tercüme çıkan bir ustazımız var. İzahatlık tercüme. Ondan başka lazımlık dini ilim ne diyen kitaptan kin Kur'an ve sünnette namaz diyen kulamdaki o kitapni yeni bir kitapni neşirden çıkardı. Bu kitap 2013 yılı İstanbul'da yazılıp tamamlangan. 5 yıldan kin mana bugünkü günde kulumuzda tutup durduğumuz kadarlı kırındaşlar bu kitap neşirden çıktı. Kitap Türkiye'de satılış bahası 10 lira inşallah. ISBN numaraları hemen hepsi mevcut. Ondan başka bu Süleymaniye Vakfı'nınki neşriyası tarafından neşir kılındı. Kitapınki umumi bet sani 305 bet, 306 bet canım kırındaşlar. Kitapta bir qancha bab var. Babның ismini deydime, ondan keyin dersimiz kirib ketimiz. Mundarica birinci bölüm namaz hakkında umumi tushuncha. Ondan keyin ikinci bölüm 5 vaqt namaz, üçüncü bölüm nafile namazlar. Dördüncü bölüm başka namazla. Beşinci bölüm namaz okuşka asallıkla. Altıncı bölüm meyit namazı. Yedinci bölüm namazga ait sual cevapla kadarlı kırındaşlar. Kitapınki mukavasını körüverenler kadarlı dostlar. Anda olsa biz bugün şu Ali İzzet Bigoviç'inki kelgen yerimizden kitabınki Uygur Tercüme Merkezi tarafından neşr kılıngan 2013 yılı Adil Er Uygur kılındışımız tercüme kılgan bir eser. Biraz vezni eğirrak bir kitap. Şunlaşka bazı kılındaşlarımızga mı eğir kilişi mümkün. Şunda bolsun mu garip bilen şerik oturusudaki fark tushunchadagi ondan keyin bu araliqdagi islomni bizga to'g'ri tunutgan nihoyatda yaxshi bir eser. 3. bab san'at hodisasi deganga kelgan, o yerdan o'qib oldingi bobdagi o'qigan, oldingi mazmundagi o'qigan, oldingi darsdagini so'zlab o'tay, bir qator takrorlab o'tay qadrli qarindoshlar. 3. bab san'at hodisasi, san'at ve bilim. Onun için sanat ve din bu değil mi? İsimde kılışça. Sanat ve din diyen iki mezmunu ügengen. Bugün sanat ve ateizm. Onun için sanatın konkret dünyası, sanat ve cemiyetşunası noktasının tahlil. Onun için kıyafet dramaturgisi. Ondan keyin kiradigan mezmun sanatkar ve sanat eseri. En ahırda qadirli qarindoshlar uslub ve ünümni ügünüp ondan keyin sanat ve tanqid degan mezmunni birlikte ügündikemiz. Şunun bilen eğer Allah ömür bersa 12. dersimizde 4. bab ahlak degan mezmunga şoňgup kirip gidikemiz. Bunun baş temisi birinci tema mesuliyet ve menfaat diyen temiken. Hoş. Sanat ve ateizm. Devlet ateizmning biz oturga koygan qoidaga tushadigan taraflardan biri Rusiya territoriyasida medeniyet namı astida ma'rifning intayin keng umumlashishi bilan birga san'atning umuman degudek orqaga chekinishidir.
Kommunist memleketlerde maarif sahasida burunqa qaraganda zo'r ilgirlashlar meydonga keldi. Ma'lumotlarga asoslanganda Sovet ittifoqida 1965-yili 60 milliondan ortiq kishi maktablarda ta'lim-tarbiya olmoqda ekan. Biroq bu yerda ko'z tutilgan ta'lim-tarbiya ko'p liniyalik bo'lishdak alaylikdan uzoq bo'lib, uning madaniyat alayligi tanqid qabul qilmaydigan siyosiy va ideologiyalik ideyalar bu yerda mengini yuvetish ko'zi tutildi bilan texmi kuchaytirildi. Bununla o'xshash madaniyatning mamlakatlarda kültür bilan san'at ro'shan darajada orqaga chekinmoqda. Bu xusus tabiiy holda hokimiyat bilan xalq o'rtasidagi munosabatlar bilan yoki texmi konkret qilib aytganda kültürning tüp meselesi bo'lgan inson erkinligi meselesi bilan zich münasebetlik. Sovet ittifoqida rasmiy eqim va ideyaga ko'ra bu davlatda barliq eqim va ideyalar rasmiy xarakterda bo'ladi. Edebiyat keng xalq ommasiga qaratilgan kundalik siyosiy tashviqot vositasi bo'lishi kerak. 1932-yili Komünist partiyasi Merkez Komitetining bir qarorining ro'y bo'yicha har xil eqimga mansub edebiyotchi guruhlar tuzilib, Sovet Yazg'uvchilar ittifoqi yagona tashkilot sifatida qurilgan. Bu tozalash harakati hukmron ideyaning mohiyatini to'liq ochib berdi. 1934-yili Sovet Yazg'uvchilar ittifoqi majlisiga ishtirok qilgan 700 yazg'uvchidan ikkinchi qatimliq chaqirilgan 1954-yilgacha faqat 50 kishilar hayot qolgan. Ko'pinchisi Stalinning tozalash harakati jarayonida o'lgan. Leksikografiya instituti ensiklopediyasi Zagreb 5-bölüm 641-betdan ilingan mazmunken mahiyetidan chetnab ketgan bu xil san'atning bir ifodasi sifatida Sovet ittifoqida sanoatlashish va kolxozlarni tasvirlagan ishlab chiqarish romani deyiladigan adabiyot turi meydonga keladi. 1965-yil chaqirilgan Sovet Yazg'uvchilar Majlisida Sovet adabiyotidagi qahramonlikqa qarshi turish nazariyasi ig'ir tanqid qilinib, kuchlik vatanparvarlik bilan qahramonlik asarlarining Sovet adabiyotining alaylik ekanligiga qaror berildi. Lenin barliq san'at tarmoqlari ichida bizga nisbatan eng muhim bo'lgani filmdir degan. Biroq san'at tusini olgan barliq hodisalar ichida filmning eng az san'at alayligi ekanligi bir haqiqatdir. Agar san'at ma'lum bir shaxsga yoki ma'lum bir narsaga, bir ideologiya va yoki ma'lum bir hokimiyatga xizmat qilishi muvofiq ko'rilsa, u vaqtida pul uchun ishlaydigan askar holatiga keltirishga eng uygun bo'lgani filmdir. Sovet kino obzorchisi R.N. Yurnev Sovet komediyasi haqidagi bir maxsus maqolasida Stalinning hozirgi zamon temalariga oid filmlarda to'qinish, qiyinchilik va nuqsonliklarning ko'rsatilishini xohlamaganligini aniqlab chiqqan edi. Buning o'rniga faoliyat, to'y-to'kin, yig'in, xalq uyullari va kollektiv naqshlar tasvirlangan sahnalarning filmga kirgizilishini talab qiladi. Har qanday bir film xalq ommasi bilan yuz ko'rishdan burun filmni bir qo'r ko'rib chiqadigan Stalin keyincha qonunga aylanib ketgan bu qo'ldagi buyruqni shaxsan o'zi beradi. Natijada film ishtirokchilar ozib ketdi hamda masxara qo'rqinchi deb bilingan kasallik paydo bo'ldi. 19-asrda namratlik, qashshoqlik avjga chiqqanda dunyoga Pushkin, Gogol, Chekhov, Tolstoy, Dostoyevskiy, Chaykovskiy va Rimskiy-Korsakov qatorliq mashhur yozuvchilarni yetishtirib bergan
bergen bu memleketinin günümüzde yani 20. asrının ahirki çarekide sanat ve edebiyat sahasida Rus kültürünün tarih sahnesiga chiqishiga başlagan mezgillerde yetiştirip çıkan dağınlık şəxslərə oxşaş birer sanatkarlımı yetiştirip çıkışqa macali kalmagan idi. Yani onçilik kabiliyeti yok idi. Mesela şiir ve edebiyat sahasida üzüge xas birer personaj yaratılgan təqdirdə tabii halda tüzümge karşı çıqqanlıq hesaplanatdı. Pasternak, Solzhenitsyn, Voznesenskilaga oxşaş. Gerçi Rus zeminleri munbet bolsumu, muhiti ve havası şair ve sanatçılarını buruqtum kılıp koydu. İnqilabdan keyin Rusiyada pen terakki qilishqa, sanat bolsa keyniga chekinishga başlagan. Sovet İttifaqı dunyoga mashhur fizikçi, atom tadqiqotchisi, davlat erbabi, tashkilot mutaxassislarini yetishtirib chiqqan bolsumu, biroq shoir, ressam ve muzikantlarni yetishtirolmagan edi. Qanaqliq asosan falsafa sohasida ko'zga chiliqdi. Mazkur sohada bo'shliq bor bo'lib, falsafa professorlari ve felsefe institutları bunundan müstesna elbette. Sovet İttifaqıda günümüzde Heidegger, Marcuse ve Sartre qatarlıq feylasuflar bilen oxşaş qatarda turduğan birer feylasufni uçurtolmaysız. Sovet feylasufları ilmi kabiliyetlerini texnika yoki siyasetga atib etgan yurtdoshlar bilen selishtirg'ul bo'ladigan ahvolda emas edi. Sosyalist realizm jihatda cho'nqur his qilinadi. Kun sayin suslashyotgan xalqning qiziqishini sosyalist realizm bayrog'i qatalgan yer egiz ve güzel doğruğa o'xshash shuarlar bilan oshirishga uringan. Grigorko, Boyko, Malikov, Tarasov ve Shuniski qatarlıq Yevropada, hatta Sovet İttifaqıda namı çıkmagan yazgıcılar hazırki zaman işlep çıkırış meselelerini teşebbüs kılıvatıdı dep qarılıp yuqori bahalarga erişken. Bu yazgıcılar eserlerinde çoğun tiplik sanaat sistemlerinde kalemge elip işçi sınıfı bilen dehqonlarning turmuşlarını tasvirleşidi. Bu eserler sok zakaz deyildiğen ictimai zakaz kaidesiga uygun eserler hesaplanatdı. Tədqiqatçı Korzev bu haqda mundaq deydi. Körgezmelerimizde köpünçe hallarda bunundan burun vücutqa çıkarılgan icadiyet usullarının farklıq şeklinin işitilgenlikini körüp algılı buludu. Şair Boris Olinik bolsa turmuşning aq-qara şekilde tasvirlenişinden eserlerinin yüzaki ve takliniyelik buluşidan narazı bulup mundaq deydi. Sovet şiir asmında parqıraqlıqı intayin söz bolğan ve her zaman şöpeti turduğan yıldızlarını küreleysiz. Hakiki şiir sanatı yok, fakat şiir beyt ve taklidi şiirlerla var. Bir kısım nüfuzluq Sovet yazgıçıları A. Voznesenskiy, Bela Ahmadulina, Vasily Aksyonov, Fazıl İskender. Sovet edebiyatının növbetdeki ahvalığı mundaq baha berdi. Sükunat ve qorxuşqa sebep bolğan ve ast karakterlik azap okubat süpütüde otturğa çıqqan edebiyat. 1973 yılı deyilgen sözken bu. Sanatga soğuk qarash ve onu yekleştek pozisiya binakarlıqqa mı ta'sir ko'rsatgan. Dunyoning har qanday yerida binakarlık sahasida medeniyet amaliyotchiligini asos qilgan holda ilgilenmekte. Biroq sosyalist memleketlerde sün'i şehirler yoki şehirlerning yangi rayonlari har qanday vaqtda barpo qilingan barliq turalg'u joylar ichida xoslikdan uzoq bo'lishdak alaydiga ega. Rengsizlik ve bir xillik bu şehirlerinin asaslık alaylıkları hesaplanıdı.
Bundaq bolup qilishig'a haddidan ziyodi ehtiyoj Bundaq bolup qilishig'a haddidan ziyodi ehtiyoj, qatnash qurollarining yetersizligi, qurilish materiallarining sanoatdan elib kelinish qatorliqlar sabab qilib ko'rsatilmoqda. Halbuki bular asosli sabab bo'lolmaydi. Güzel bo'lgan barliq asarlar ko'pincha hollarda namrat mezgillarimizga tabidir. Aldın ala ishlab chiqarilgan zapchaslardan yasalgan unsurlardanmi güzel binalarning yasig'li bo'lishi mumkin. Bu yerda bunu nokta intayin muhim. Anlık yoki angsız bir pozitsiya yoki insanlarda ruh degan bir narsa bo'lmasa, shaharlarda qandaqmi bo'lsin? San'at haqida to'xtalganda Rus millati bilan Sovet hokimiyat tuzumini bir-biridan farqlantirishga to'g'ri keladi. Biri din va san'at bilan giralishib ketgan bo'lsa, yana biri din va san'atga tamamen qarshi chiqadi. Xalqning haqiqiy san'at bilan bo'lgan munosabatini yozuvchi Vassili Aksion mundaq izohlaydi. Favqulodda jonliq va to'lib toshqan ve özgüce hayacanı ega bo'ladi. Bu izohat haqida astoydil o'ylab beqishimiz lazım. Bu yerde belkim Ruslarning tunjuqtirilgan dindarligini ifoda qilish shakli, ya'ni din vositasi bilan mumkin bo'lmagan bir narsaning adabiyot va she'rdan foydalanib mavjud bo'lib turishdek bir haqiqat o'ttirg'i chiqishi mumkin. San'at mecburi tengilgan ateizmda tunjuqtirilgan dinning o'rniga o'tadi. San'atning konkret dunyosi, san'at va jamiyatshunaslik nuqtasidan tahlil. Buni o'qib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Kültür san'at xususiyatiga madaniyat bo'lsa panga yoki bundoq qilib aytganda jamiyatshunaslik xususiyatiga ega bo'ladi. Jamiyatshunaslik madaniyat ruhining yoki ruhsizligining aynikidir. San'at va jamiyatshunaslik nuqtasidan tahlil qilinganda metod va nuqtai nazarlar o'rtasidagi farqlarda dunyoning abadil abad parchalangan holati va bir-biriga ta'tir yulinishga yuzlangan izdinish o'zini namoyon qiladi. Aldınqı nuqtai nazarga mos holda vujudga chiqqan izdinish asnosida insonning o'zligi va kishilik xarakteri tepib chiqiladi. Ikkinchisi bo'lsa, inson oxirgi hisobda yolg'izlar jamiyatining a'zosi yoki avomning bir qismi sifatida ko'rinadi. Shoirga ko'ra, o'ttirishi inson deb bir narsa mavjud emas. Bu qip-qizil yolg'onchilik va o'ydirilgan narsadir. Şair için fakat özüge xas insan, muayyen kişilik karakter ve obraz var. Halbuki cemiyetşünaslık insanda ve emeli hayatta yalğız umumi ve sallık hususlarını tepişini maksat kılıdı. Hakiki ve yegane mevcut nesini tekrarlanmagan ve her kandak bir nersi bilen seliştirili bulmaydıgan canlılık özüge xas kişilik karakterini körelmeydi. Sanatga nispeten ya insanlar mevcuttur ya ki insaniyet alemi mevcuttur. Fakat insanın kışıda başka bir insan ayrı yok bir liniyada muayyen ve özüge xas kişilik karakterler ressamның tabiri boyunca elip aytganda portretlarla var. Bularni jamlashtirish qat'iy mumkin emas. Bulardan o'ttirish va qiliplashgan bir shaxsni yaratishga mumkin bo'lmaydi. Shoir bir odam o'ldi, bir olam yana o'ldi, boshqa birisimi o'lib ketdi deb xabar beradi. Agar umumiylashgan bir qancha alaylik asosan vujudga chiqqan tasvirlangan personajning özü hiç bo'lmaganda başkalardan farqli, yegane ve özüge xas biri bulup çıkmasa bunu qandaq tushunish kerak. Jamiyatshunaslik
umumi ve ortak narsa ustida izlense, san'at xususi ve xas narsalar ustida izlanadi. İnsan sistemlashtirishga qarshilik ko'rsatdi. Elizabeth Noel xalq ommasining sanspirlik metodlarga tayangan tadqiqotlar, raqamlar, umumiy alayliklar qiliplashgan tadqiqotlardan nafrat qilinganligini aytdi. Elizabeth Noel baho bergili bo'lmaydigan inson degan bir kitob varken 61-yili nashr qilingan. Hech kim qiliplashgan bir Fransuz yoki qiliplashgan bir fuqaro bo'lishni xohlamaydi. Jamiyatshunaslikqa bo'lgan noroziliklar shoir va san'atkorlar selishtirganda texmo kuchlik. Rainer Maria Rilke mundaq yozadi. Ata-bobolarimizga nisbatan öy, buloq, munar, hatto kiyimlarining aslidagi qimmatidan boshqa yana alohida ahamiyati bor edi. Asosan degudek her qandaq bir narsada o'ziga xos alohidilik va insoniy bo'lgan bir xususiyat muhofazat qilinadi. Günümüzde bolsa Amerikadan yurtimizga ma'nisiz, qimmatsiz hayot va turmushdan chetnab ketgan buyumlar ko'plab kelmoqda. Amerika uslubida bir öy, almas yoki üzümü bilen ata-bobolarimizning umid va o'ylari singib ketgan öy, meva, üzüm barığı o'ttirisida o'rtaq hech qanday bir narsa mavjud emas. Remeri Muzaddin Mektuplar degan kitobidan opto. Yana bir shoir mundaq deydi. Sual belgilariga javob berma, dunyo ishlariga oid tepishmoqlarga iltifot ko'rsatma, hech qanday bir sinoqqa qatnashma. İstatistikçiler bilen yığında birgi bo'lma ve her qanday bir ijtimoiy fan bilen shug'ullanma. V.H. Auden Nones namlıq şiirden elindi depto canımızlar. Fen ve felsefe taşkı dünya ve insan hakkında izlendi. Bırak her daim umumi fikir ve prensip noktasından tahlil kılıdı. Senetki nispeten bolsa nerseler umumi emas, xaslık sübütü mevcuttur. Sen'at insanı umumi cihetten tahlil kılmaydı. Bırak her vakit muayyen şahslar, mesela Albert Twist, Yevkeniti, Ohegin, Fikodor, Karamazov hakkında toxtuludu. Şair tunuyduğun lipa tarihi her gizmo botanik tunuyduğun umumi lipa tarihi emas. San'at narsalarni haqiqiy bir uslubda tasvirlaydi, chunki mavjud bo'lgan har narsa xususiydir. Endi bu haqda bir qancha misol keltiraylik. Urush va tinchlikda ko'plagan personaj tasvirlanadi. Bularning hammasi muayyan obrazlar. Bulardan birini diplomat Bilyibini Tolstoy mundaq ta'riflaydi. Öz xizmetini astoydillik bilan o'rindaydigan diplomatlardan idi. Hurulliqining aksicha ba'zi kechalarni tong sahargacha xizmat ustida o'tkazadi. Bilyibin boshqalar bilan suhbatlashishga shundoq amroq edi. Ammo cho'qim suhbati ilmiy va qiziqarli bo'lishi shart edi. Boshqalarning huzurida muhim ish haqida to'xtalmoqchi bo'lganda muvofiq fursat izlashga tirishadi. Bilyibinning nutqlari her vakit umumga münasebetlik paydalık mezmunlarını öz içine alattı. Vijik solgun yüzü bilen kalın qo'riqlar bilan kaplangan idi. Bu qo'riqlarning hareketleri yüzünün asaslık oyunları hesaplanatdı. L. Tolstoy, Urush ve Tinchlik. Yoki Olivia Penteland'ın Baldur kelgen küs namlıq əsərdəki təsviri.
Konu öyde avazlarını boluşuğa koyup etken bu kişiler topu işide fakat bir kişi o ayalının rakibi bulalaydı. Sibil'nin anısı Olivia Pentland. Mehmanlarını kütkeç öyleni asasen özünü kizetti. Emma köngül etişinin köngüldekidek bulmayvatkanlıqını his qilip turatdı. Sabın kalenderinin parqırap turduğan nazuk, hoş tabiatlik ve çıraylık bir ayal bulup, başkalarını asalla üzüge celip kılıp alattı. Mehmanlar arasında o alaydı közge çelip durattı. Eğer bir nerse köz tutulganda, o vaxtıda mezkur nerse umumi bulmasın, tamamen konkret bir nersidir. Bu belki bir kalem kapçığı buluşumu mümkün. Lelebelli'nin Menin Cılgam ne kadar yeşil idi namlıq romanında tasvirlengenin oxşaş. Bu abzas mundak. Ne kadar güzel kapçık idi. Uzunluğu 18, kenarlığı 3 idi. Bir eğizi var idi. Eğizinin teximi asan içiliş üçün barmak bilen baskılı bulungan kiçikgini bir boşluk. Eğer birer nerse emes, birer ehval közü tutulganda, yani muayyen, konkret ve ikinci qetim tekrarlanmaydı. Mesela, şembe günleri 3'tün keyin saat 4 etrafında stansiyadaki kuruluş onuğa yakın caydaki piyadalar yolunda kök renkli kiyim kiyip bir ayal kol yağlı planlatqaç yügüretti. Oxşaş vakitte süt rengide bir yağmurluk çapan artıp algan, serik renkli ayal kiyip algan ve yeşil şapka takıp algan bir zengi koşunun çetide ıskırtkan halda aylanıp yüretti. Del bu esnada bir ayal onunğa sokulup ketdi. Bu vaka reşatlığı esilgan yalğız keç vaxtlı adıla yandırıldığan çırağının astıda yüz bergen idi. Demek ki höl yağaçtak purap ketken bu reşatka ve çıraq çeksiz ketken asman gümbüz astıda bir zenginin kuçkuda o kök gözlük ayal bilen birlikte o yerde idi. Düştün burun saat 11 etrafı idi. Quyaş biraz bosumu sol tarafga qaygan bulup, Pierre'nin keyni turatdı. Quyaş sehi nuru bilen hemme tarafni yurutup, kişiге huzur begişlaydı. En üstü ve sol tarafta çoğun Smolensk yolu süzülüp yatattı. Yol töpülükki 300 kilometre uzak, ak renklik çirkav bilen meşhur Yezidin kesip ötetti. Kolumuzda kitaplardan elingan bu misallar fakat Tolstoy, Sartre, Bromfield yoki Lelevellin qatarlıq yazğıçılarının eserlerinin alaydıkları emas. Bu yerde sanatkarı emas, belki sanatның mahiyetik münasibetlik hadiselerini uçurduğumuz. Bir sanatkar her qandaq bir sanat eserinin bu işki kanuniyetige, yani her nersi özgüce tekrarlanmaydıgan, çim buluştek terapiga qançılık ehmiyet berse, eserinin çinliqi ve isilliqi mo şununğa paralel buludu. Der vaqa, aql bilen pen, mevcutlar bolgan her qandaq ners içide hemişe oxşaş kanuniyetinin barlığını iniqlap çıkış üçün her qandaq nersini oxşaş kürüdügan kutupqa mail buludu. Sanat bolsa bunun däl aksiçi bulup, mevcutlu bolgan her qandaq ners içide faqat bir ahval yoki bir nersi bolsun çoqum çin ve tekrarlanmagan boluş gerek. Bu däl sanatning tüp mahiyeti hesaplanadi. Xuddi oxşaş tekrarlandıgan, siliştirgil boladigan her qandaq penning nazariyasi birer taxminga tayangan ve hatta şartı bolğunluğa oxşaş. Bu kutubda kanunları bilen ülük maddenin yeni bir kutubda olsa en çoğun ifadesi özlük bolğan
hayatdan tashkil topgan bu mexanik shaxsiy sistemida mexanik bo'lgandan qanchalik yiroqlashsak, shunchalik erkinlik va ijodchanlik bo'ladi. Va oxirgi nuqtasida o'zlikni ifoda qiladigan yana bir qutbda yolg'iz chinlikni topa olamiz. Daraksiz bo'lganda o'zlikni yiroqlashish qancha cho'ng bo'lsa, shart sharoitga bog'lanib qolish, o'xshashlik, birdaklik, qiliblisishmo shunchalik eshib boradi. Ve nihayet yeni bir kutupta abstrakit, o'xshash ve mexanik bo'lg'inila qilib qalır. Qiyomat dramaturgiyasi. Shaxsiyat san'atning mabudisi bo'lib kelgan. Urush va tinchlikda 529 personaj obrazi bor. İlahi komediya bo'lsa tamamen xaslıqlar dünyasını teşkil tapıdı. Bulardan hech qanday unutilib ketgan yoki inson to'pi orasida g'oyib bo'lib ketgan emas. Har biri o'z oldiga ayrim bir xarakterga va ruhga ega bo'lib, mas'uliyati, xatoliklari va gunohlari bilan shunchalik darajada chin edilarki, sürlük mahkama manzurasi tarixda yashab o'tgan. Milyonlagan inson bilan birlikda bizga nisbatan tamamen reallikqa uygun ve haqiqiy ko'rinadi. 8 chirkavning turusida yaratilish kitobidan ilingan manzaralarni tasvirlagan tam rasmlar amaliyotda obrazlar ko'rgazmasi hisoblanadi. Obrazini xarakteriga ega qilgan dal ichki dunyo va erkinlikdir. Çünkü karakter insan yüzüde aks etmeydi. Karakter yüzde aks etadigan gayrettin ibaret. Karakter bilen tabiat o'ttirisindagi munosabat, ruh bilen madda, sifat bilen san, ang bilen adalet, drama bilen utopiya o'ttirisidagi munosabatga o'xshaydi. Karakter hür, takrorlanmaydigan ve bir jihatdan elib aytganda ölümsüz bo'lishdek alayligi bilen tabiatga her vakit karşıdır. Tabiat, o'xshashlik, birdaklik, munosiblik, sebep netice münasibeti ega bo'lgan bo'lsa, karakter, tabiiylik, erkinlik, mo'jizelik ve o'zlikka ega. Din ruhga, san'at bo'lsa karakterga markazlashidir. Biroq bular o'xshash fikrni ifoda qilish uchun o'xshamagan ikki xil usul ishlatildi. Xolos. San'at ruhga yetishga onu bizga aydınlaştırıp birishga tirishidi. İptidai san'atda maqolaning eng asosli qismining bosh ekanligi bilinmoqda. Badanga bo'lsa yolg'iz to'shish rolida berilgan ekan. Badan faqat siqimliq holdagi tasvirlangan yoki tamoman sal qaralgan. Yerixo'da tepilgan ve miladidan 6000 yil burungi bir zamondan qolgan heykel başlar yakınki zaman taş devrideki insanların ruhinin ornunun başkenlikiga işindiğanlıqını körüstüdü. Pasxa aralarında bayqalgan gayet zor taş resimleri de Adem yüzüge alaydı ehmiyet verilgen bulup, beden kısmı asasen gevdelenmegen. Çünkü İncil'ga göre Tanrı tuncu insanın yüzüge nefes püyleş arkalık onunla öz ruhidin azraq ihsan qılgan. Barlıq meşhur sanatkarlar Fidias ve Paraxtelis'ten başlap Papel, Michelangelo, Da Vinci, Rodin, Metrovich ve Picasso'ca hemmisi asasen bir timi bilen yani insanın karakteri ve içki dünyası bilen meşgul bolgan idi. Mona Lisa'nın şöhreti, yaki içki dünyanın
sirrini tasvirlash tashabbuslarimdan belkim en muvaffaqiyetli halda çıqqanlıqıdan bo'lgan. Yaqinqi 10 yilda Amerika san'atida bo'libmi, resim san'atida bo'lib o'tganlar ba'zi kishilar tarafidan inson xarakterining dramaga aylanishi deb ta'riflanmoqda. Biroq san'atga nisbatan bu ahvol normal bir davriy xarakterlik aylanib turishdan iborat. Bu nuqtadan elib aytganda her bir san'at əsərinin temisi her vaqt ruhi ve şəxsi bo'lib, hech qachon ijtimoiy ve siyasi emas. Plan ve zinnat ijtimoiylik ega bo'lishi mumkin. Lekin san'at her vaqt ifodaning ma'naviy tarafiga munosabatli bo'ladi. Hatta san'at bedenni tasvirlagan vaqtdimi ma'naviylikka ega. Bazılar narsalarning ko'rinishiga aldanib ketadi. Masalan, Rubensni beden ressamı dese Remib Randitni ruh ressamı deb ta'riflashadi. Lekin amaliyotda har qanday ressam shaxsiyatni, ya'ni ruhni tasvirlaydi. Her qanday dramaning asosiy mazmuni insonning ichki erkinligi bilan tashqi dunyodan determinizmi orasidagi munosabatlar. Bu dramaning diniy manbalik ekanligiga ishorat qiladi. Shekspirning o'yinlarida harakatlar bunchalar Bazılar narsalarning ko'rinishiga aldanib ketadi. Masalan, Rubensni beden ressamı desa, Remib Randitni ruh ressamı deb ta'riflashadi. Lekin amaliyotda har qanday ressam shaxsiyatni, ya'ni ruhni tasvirlaydi. Har qanday dramaning asosiy mazmuni insonning ichki erkinligi bilan tashqi dunyoning determinizmi orasidagi munosabatdir. Bu dramaning diniy manbalik ekanligiga ishorat qiladi. Shakespeare'ning o'yinlarida harakatlar uncha muhim emas. Bunun ichidagi sabablar yushurun ruhlar sheriklashgan holati bilan shunchalik haqiqiy ko'rinadigan bo'lib, odamni haqiqatan jalb qiladi. Charles Lamb. Harakatlar bilan ko'rim yo'q. Menga xarakter obrazlar bo'lsa bo'ldi. degan egin 10 yilimo o'xshash narsani ko'zda tutgan edi. Bu xarakterlar hech qachon obyektiv bo'lib baqqan emas. San'at u yolg'iz men bilan sen sifatida mavjud bo'ladi. Martin Buber, men va sen. San'atkor bilan tomoshabinlar o'rtasidagi farqning tugutilishiga asar vujudga chiqayotganda tomoshabinlarning asarning ichiga kirib ketishi sabab bo'ladi. Masalan, ranglardan tashkil topgan bir usul umiki ma'lum bir Afrika yazisiga o'yin qo'yg'ili kelganda atrofidagi tomoshabinlar paydin-pay o'yinga ishtirok qilib, usulchilar bilan tomoshabinlar orasidagi farq yo'q bo'ladi. O'yindan hech kim ayirib qolmaydi. Bu yerda qadrli qarindoshlar, edebiyot to'g'riliq nihoyatda muhim gaplarni qilib kelayotgan
Qiyafət dramaturgiyası toğruluq sözləb uruş və tinchlikdagi 529 personaj toğruluq sözləb. Qiyafət dramaturgiyası. Şəxsiyyət sənətinin məbudisi olub gələn. Uruş və tinchlikdə 529 personaj obrazı var. İlahi komediya bolsa tamamen xaslıqlar dünyasını təşkil tapıdı. Bulardan heç qandıqı unutulub ketken yoki insan topu arasında g'oyib bo'lib ketgan emas. Her biri öz aldığa ayrım xarakterga və ruhga ega bo'lib, mas'uliyati, xatoliklar və günahları bilan shunchalik darajadan chin idilar ki, sürlük mahkeme manzarasi tarixda yashab o'tgan millionlagan inson bilan birlikda bizga nisbatan tamamen reallik uygun ve haqiqiy ko'rinadi. 8. çirkavının turusida yaratılış kitabından ilingan manzaralarni tasvirlagan tam resimler, amaliyotda obrazlar ko'rgazmasi hisoblanadi. Obrazını xarakterga ega qilgan dal ichki dunyo va erkinlikdir. Chunki xarakter inson yuzida aks etmaydi. Xarakter yuzda aks etadigan g'ayratdan iborat. Xarakter bilan tabiat o'rtasidagi munosabat, ruh bilan modda, sifat bilan son, ong bilan adolat, drama bilan utopiya o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Xarakter hur, takrorlanmaydigan ve bir cihetini elip aytganda ölümsüz buluşdak alayliki bilen tabiatga her vakit karşıdır. Tabiat o'xshashlik, birdeklik, münasiplik, sebep netice münasibeti ega bo'lgan bo'lsa, xarakter tabiiylik, erkinlik, mo'jizavilik ve özlükke ega. Din ruhqa, san'at bo'lsa xarakterga markazlashidir. Biroq bular o'xshash fikrni ifoda qilish uchun o'xshamagan ikki xil usul ishlatadi, xolos. Din ruhga xitob qiladi. San'at ruhga yetishga, uni bizga oydinlashtirib berishga tirishadi. İbtidai san'atda maqolaning eng asosli qismining bosh ekanligi bilinmoqda. Badanga bo'lsa yolg'iz to'shish rolga berilgan ekan. Badan faqat siximilik holda tasvirlangan yoki tamamen sel qaralgan. Yeri xudo tepilgan ve miladidan 6000 yıl burunki bir zamandan qolgan heykel başlar, yaqinqi zaman taş devridagi insonlarning ruhning o'rnining bosh ekanligiga ishonganligini ko'rsatdi. Pasxa aralarida bayqalgan g'oyat zo'r taş resimlerinde odam yuziga alayda ahamiyat berilgan bo'lib, beden kısmı asasen gavdalanmagan. Çünkü İncil'ga göre Tangri tunji insonning yuziga nafas puvlash orqali onun öz ruhidan azroq ihson qilgan. Barliq mashhur san'atkorlar Fidias ve Praxteles'ten başlap Papel, Michelangelo, Da Vinci, Rodin, Meshturovich ve Picasso'gacha hemmisi asasen bir ritim bilen, yani insanın karakteri ve içki dünyası bilen meşgul bolgan idi. Mona Lisa'nın şöhreti içki dünyasının sirrini tasvirlash tashabbuslarının belkim en muvaffaqiyatli holda chiqqanligidan bo'lgan. Yaqinqi 10 yılda Amerika san'atida bo'lib, resim san'atida bo'lib o'tganlar ba'zi kishilar tarafidan inson xarakterining dramaga aylanishi deb ta'riflanmoqda. Biroq san'atga nisbatan bu ahvol normal bir davriy xarakterlik aylanib turishdan iborat. Bu nuqtadan elib aytganda, her bir san'at asrining temisi her vaqt ruhiy ve shaxsiy bo'lib, hech qachon ijtimoiy ve siyosiy emas. Plan ve zinnat ijtimoiylik ega bo'lishi mumkin. Lekin san'at her vaqt ifodaning ma'naviy tarafiga munosabatlik bo'ladi. Hatta san'at bedenni tasvirlagan vaqtda ma'naviylikka ega.
Ba'ziler narsalarning ko'rinishiga aldanib ketadi. Masalan, Rubenisni beden ressamı dese, Rembrandtni ruh ressamı deb ta'riflashadi. Lekin amaliyotda har qanday ressam shaxsiyatni, ya'ni ruhni tasvirlaydi. Har qanday dramaning asosiy mazmuni insonning ichki erkinligi bilan tashqi dunyoning determinizmi arasidagi munosabatdir. Bu dramaning diniy manbalik ekanligiga ishorat qiladi. Shekspirning o'yinlarida harakatlar uncha muhim emas. Buning ishidagi sabablar yoshurun ruhlar shiriklashgan holati bilan shunchalik haqiqiy ko'rinadigan bo'lib, odamni haqiqatan jalb qiladi. Charles Lamb. Harekatlar bilan ko'rim yo'q. Menga xarakter obrazlar bosli bo'ldi degan. Egin onun ilmi o'xshash narsani ko'zda tutgan. Bu xarakterlar hech qachon obyektiv bo'lib baqqan emas. San'at o yalg'iz men bilan sen sifatida mavjud bo'ladi. Martin Buber, men va sen. San'atkor bilan tomoshabinlar o'rtasidagi farqning tugutilishiga, asar vujudga chiqayotganda tomoshabinlarning asarning ichiga kirib ketishi sabab bo'ladi. Masalan, zangilardan tashkil topgan bir usul umiki ma'lum bir Afrika yezisiga o'yin qo'yg'ili kelganda atrofidagi tomoshabinlar paydin-pay o'yinga ishtirok qilib, usulchilar bilan tomoshabinlar orasidagi farq yo'q bo'ladi. O'yindan hech kim ayrilib qolmaydi. Bu yerda hamma odam ishtirokchi bo'ladi. Asar san'atchi va tomoshabin birligi prinsipidan iborat. Buningga san'atning metafizikalik mohiyati sabab bo'ladi. San'atning obyektiv haqiqat deb ta'riflangan narsaga tutgan pozitsiyasi mazkur prinsipning mohiyati hisoblanadi. Materialist fen va falsafa mazkur prinsipning mutlaq mavjudiyat sifatida vujudga chiqargan obyektivlik deb ta'riflanadigan bu haqiqat san'atga nisbatan, dinga nisbatan bo'lganiga o'xshash yalg'iz san'atning bir ko'rinishi, bir zinnati hisoblanadi, xolos. San'at inson va uning obyektiv haqiqat ishida e'tirof qilinish, nijotga erishish va g'oyib bo'lib ketmaslik uchun abadil abad tirishishni e'tirof qiladi. Bir az burun qayd qilinganidek, har qanday resim xarakter deyilayotgan mo'jizani tasvirlashda ojiz keladi. Jonsiz tabiatda yoki yolg'onchi, g'ayri shaxsiy bir dunyoda shaxsiyat va bu munosabat sabab bo'lgan to'qinish har qanday resimning asosli xususiyati hisoblanadi. San'atning bu xususiyati bo'lmasa, san'atmi mavjud bo'lmaydi. Faqat texnikadan iborat bo'lib qoladi. Rembrandtning mashhur rasmlari bilan bozorlarda arzon bahoda sotilgan, lekin noit uslub bilan doğrab chizilgan rasmlar orasida ro'shan farq bor. Darvaqa, har qanday bir rasm ong, shaxs va erkinlik deb ta'riflanadigan dunyo va tabiat bilan ziddiyatlik munosabatda bo'lgan haqiqiy insonni tasvirlashga moyil keladi. Xulosalaganda, bu psixologlar ko'z tutgan psixika emas. Bu inson sharifi va mas'uliyatining javhari bo'lgan haqiqiy ruh. Qur'on 9-32-oyat. Bundaş qilib aytganda, butkul dinlar, payg'ambarlar va shoirlar ko'z tutgan ruhdir. Bu Jung bilan Dostoyevskiy o'ttirishga farq o'xshaydi. Bir tarafda Jung ta'kidlagan psixikalik obrazlar, yana bir tarafda jinoyat va jazodagi xarakterlar bor. Bir tarafda tabiat bechoralari, sun'iy va ikki taraflik mavjudotlar, yana bir tarafda gunoh bilan erkinlik orasiga to'lg'inib turadigan insonlar, ya'ni Allohning bandalari bor. San'at va san'atkor asri. Bu mazmun bilan birlikte qadrli qarindoshlar, uslub va unum degan mazmunni o'rgandikmiz. Undan keyin san'at va tanqid degan mazmun bilan
hoşlaşıdikimiz canım dostlar. Qani vaxtımızı qarab baqaylı. Bir 9 betlik mezmun var. Yetti betlik mezmun ken. Bunu biz 2. saatlik dersimizde sözdeyle kadirli qeyrindaşlar. Hazır 48 minut oldu. Bazı mezmunlarını tekrar qıp saldık. İnşallah əhdə qalğan mezmunu tügütüb 4-cü babqa ötəb keçişki nisib qıla ilahim. Ondan olsa xoş. Həmmanları yaxşı günlər tiləymən. Allah'ın özü amanət bulunlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.